Assalomu alaykum xonimlar. Bugun biz tort bolkisi pishirishni o'rganamiz. Bunun kerak materiallar 8 dona tuxum, 1 choy stakan suv, lip kelgan suv, lip. Ondan keyin yarım choy stakan, 3dan 1 qism mana. 3dan 1 choy stakan kraxmal. 1 suv stakan, suv ichra stakanda shunda qirma kelgan shakar. 2 suv ichra stakanda 2 stakan, mana lipdan keyin cho'qchi kelgan 2 stakan un, ha xonimlar. Ondan keyin men ko'ptirgichdan 2 qop mush materiallar ketadi xonimlar. Oldin bilan biz bu tuxumni, shakarni ko'ptirib rashalat ekib olamiz. Mana tuxumni to'kdik. Üstiga mana shakarimizni to'kdik mana. Bu ko'pib mushalat kelganda biz mana kraxmalimizni to'kamiz. Mana kraxmalni to'kib oldik. Buni yana aralashtiramiz. Endi mana suyimizni to'kdik mana. Endi biz mana unga 20 gram ko'ptirgichni to'kib, buni yaxshi aralashtirayotgandan keyin tasqib olamiz. Xonimlar, mana bizniki mana tuxum, suv, shakar aralashmasini ko'ptirib mushalat kelgan chog'da biz buningga un bilan ko'ptirgich aralashmasini bir qo'shiqdan mana tasqib oldik. Tasqib olgan unimiz bir qo'shiqdan elib, shu soatning strilgisi bo'yicha aralashtiramiz xonimlar. Mana shunday aralashtirib, buni yugizimiz. Bunu bundaq 1-2 qatim urvatimiz xonimlar. O'tirsidiki, bo'sh ko'pikchilar olsa to'pich. Mana xonimlar, mantaktiga biz ostidagi lisqa qaynoq suv quyib qo'ydik. Mantak ham ko'pib yaxshi pishdi. Mana xonimlar, bizning tort bolkimiz pishib chiqdi. Shunda elastiklikka mana shuna yumshoq ko'pishi qaranglar. Bek ko'pda bu. Oilangizda siz ham sinab, bolalaringizga pishirib beringizlar. Tejishli bo'lgan maysiz tort bolkimiz tayyor bo'ldi mana. Endi buni bezab iste'mol qilsak bo'ldi.